ko'ramiz. Muzlatish funksiyasini yoqamiz va oyoqni men 5 ta qilaman. 5 gradusda. И mana knopkasi bor, bosib tursanglar avtomatik yoqiladi. Buni original podelkasi bor. Biz faqatgina originalini sotamiz. Sizlar aldanib qolmanglar. Podelkasi prujinali bo'ladi. Gapirayman, videoni tezlashtiraman и sizlar bilan birga ko'ramiz va ko'zimni yumib qilaman. Ko'rayotganingizda olib tashlasam, lazer chiqmayapti. Qo'ysam sirada ishlayapti, ko'rasizlarmi? Aqlli texnikada. Va bitta ishlatganinglarda ikkita zonaga ishlatasizlar qizlar. Ya'ni bugun masalan qo'ltig'imni oyog'imni qildim, ertaga intim zonam bilan boshqa joyimni qilsam bo'ladi, yuzimni qilsam bo'ladi masalan. Nega epilator oldin ishlatmagan ekanman deb juda ham afsuslanaman. Chunki depilatsiyada men bikini zonam bilan qo'ltig'imni qoraytirib o'rgandim qizlar va britva oyog'imni quvurganimdan yara bo'lib ketgan. Ya'ni xunuk bo'lib ichiga o'sadigan tuklar bo'lib ketgan va epilator qilganimdan beri umuman oyoqlarim top-toza, silliq, chiroyli bo'lib turibdi qizlar. Faqatgina iltimos, sxem bo'yicha to'g'ri qilsanglar natija bo'ladi qizlar. O'zlaridan o'zlar prosta olib, sxem bo'yicha qilmasanglar natija bo'lmaydi qizlar. Bizdan olgan qizlarga hammasiga to'g'ri sxemani tashlab beramiz va inshaalloh natija